Bugungi videomizda bizlar haqiqiy kuchli teatrlarni sinab ko'ramiz. Qanaqa teatr demos bilan unda videoni oxirigacha ko'ramiz. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yangi gamerman do'stlar. Xo'sh, bugun biz barcha teatrlarni sinab ko'ramiz. Hamma teatrlar mana shu yerda joylashgan. Bular eng ko'pini sari bulardan ham eng kuchlilari ham bor. Hatto bu ham eng kuchlilarini biz sinab ko'ramiz. Ya'ni bizga berilganlar. Bularga biz yondiramiz va hammasini olamiz. Chunki do'stlar, agar video yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosing, bu menga motivatsiya beradi. Agar bu videoga keyin 50 ta like chiqsa, bu keyingi videoni davom ettirishga va'da beraman. Albatta va'da beraman. Xo'sh, birinchi portlattiradiganimiz mana shu yerda. Xo'sh, birinchi buni portlatib ko'raylik-chi. Qanaqa portlarkan? Qanaqa stollar. Ну, uncha katta portlamadi. Bu 20x. Menimcha bu 20 ta TNTni, ya'ni bombani birlashgani ko'raylik-chi. Haqiqatdan menimcha katta portlaydi. Ha, nega ko'rmay qoldi? Şu yana bak. Burada hemen yukarıda bir tane Judayam kuchli teatrlar portladi. Ham bu yerda portladi, ham u yerda ham portladi. Judayam bo'lsa bu tornado. Nomini bilib turgan kerak bu tornadolik. Xo'sh, ko'raylik-chi. Opa. Qana portlaydi. Hamma yerga yoyvorarkan chunki. Hamma yoyvorib portlatiradi endi. Bu uchuncha arzimaydi, chunki bir ikkita zombilar hammasini o'ldirishga kerak. Xolos. Ertalab qoldim, chunki qorong'imiz bizga xalaqit beradi. Keyingi bu qanaqadir bek. Yo, buni bildim, qora tuynuk. Yo, jo'jim etga qo'shimiz kerak. Ya'ni yo'mayapti. Qoch. Qora tuynukli. Yo, jin zamin olib ketyapti. Mana olib ketyaptimi shunda? Mana olib ketarkan. Yo, jo'jim. Bo'zi mumkin emas democh. Yo, hamma yo'q bo'ldi. Lekin shuncha kuchli emas. Просто buni x mention o'sha. Hali bu shunga o'xshagan sanatda o'zi kerak. Qo'yib turishlar bu qora, bu ko'k, faqat unutalaydi. Va shaklida manchalar bor. Buni orqaga borib olamiz. Qanaqa portlaydi? Bo'ldimi? Sharmana qilib odamni. Shunchayam mushkuladi. Menimcha bu suvda portlattirsa kerak buni. Mana qoch. Menimcha bu 9 ga 9 suv yo'q qiladi. Lekin nimadir cheksa suvlarga kelib bo'lmaydi. Dengizlarda qo'ysak o'xshamasa kerak. Bu menimcha eng kuchlisi bo'lsa kerak. Ya buni keyin ishlatamiz do'stlar. Hozir ishlatamiz. Yo, keyin yaz. Bu shamol menimcha bu da shamol yarasa kerak bu. Ko'raylik-chi. Qanaqa portlaydi desa oxirida turib olaylik. Yo. Ya buni portlash ham bor hali. Yo, uncha kuchli lekin to'g'risini uncha yoqmadi. O'shga ishlatilgan hammasini tashlab yuboramiz. Faqat mana buni qolib ketibdi. Baqa o'zimizga mashinamiz buni oxirida ishlatamiz albatta. Keyingilarni sinab ko'ramiz. Qo'limiz to'ldi allaqachon. Bu 2 buni bilaman. Albatta ikkita portlaydi. Buni yonida turib bersam bemalol bo'ldi. Ikkitadan portlatilma bu. Menimcha buni portlatsa yonib ketsa kerak. Qanaqa bo'ldi? Yo, bu boshqacha portlaydi menimcha.
lekin yaxshi yoqarkan. Bir joyda gaz va shunaqa isitmachi bilan shu sizga tavsiya beraman. U meteor yo'q, buni bildim. Meteorli bahar. Buni qochish kerak, ancha katta joyi o'z ichiga oladi bu точно. Men bunga javob beraman. Burada qolsa-chi tez. Portla. Portladim. Ha, portlabdi, juda Minecraft qot. Nima? Sharmani qilib qo'ydi odamni. Mana bu vatero, buni bildim, suvli. Nimasi kuchli, nimani suvi. Lekin odam nafas ololmaydi shunisi. Nima so'rayman? Qo'rqardim. Suv aytdim-ku, oddiygina suv bucha. Menimcha bu qanaqa chaqmoqqa o'ziga olsa kerak. Qanaqa chaqmoqni o'ziga oladi, qo'chib yaxshi. Kimni yo'q qiladi? Yo'q. Buni kuchi deyli. Mana shu meteor bilan bir xil-ku. Nima bu? Kerak yo'q qiladi bucha. Gravitatsiya. Nima gravitatsiya? Bu gravitatsiyani yo'q qiladimi? Oydagi gravitatsiyani. Oydagi gravitatsiya kerak. Bo'ldimi? Shu xolosmi? Boshqasi yo'q. Odam yotib tashlayapti bu dinamitlar. Bu dinamit deyali. Mandan baland deb ko'rasizlarmi? Shu tinta ham bilyapti-da. Like bosib obuna bo'lishni aytayapti. Hoziroq shu videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Mana shunda buni yoqamiz. Qo'shdik. Cho'chiqqa o'lib ketasan hozir. Ne farqi? Qo'ch. Mana portlarkan bu. Yo'q, onajon, shuncha joy portat. Shuncha portattirmadi. Odam sharman qilib nima bu endi? Bu bolaga qana kelib qoldi? Voy, bechora juda yosh edi. Juda ham kichkina ekanligini biladi. Juda ham kichkina ekanligi. Yo'q. Bu bitta o'yin. Qo'tyapti. Yo'q, Juniorson do'stlar, bu eng kuchlilardan kuchli. Emasmi? Kecha tanatarlarimiz qopti, shu tanatarlarni tugatib, albatta. Voy, juda ham. Va eng oxirida shu tanatani sinab ko'ramiz. Qo'lim qara, juda katta. Minecraft endi bilasizlar, tupurgan endi. Fizikamda gravitatsiya qonuni tupurgan. Bu endi mayni. Temir tortadimi endi o'ziga? Temir tortsa foyda. Lekin yaxshi portatarkan, lekin uncha foydasi yo'q. Faqat dushmanlarga oladi. Nima bu endi? Somon paydo qiladimi endi bu? Somon paydo qilsa qatman yo'q, qummi? O'zi turadi, yana bilmasdan. Mittiga. Bo'ldimi? Bo'lishi kechasi tamom bo'lyapti. Bo'ldimi? Shumi? Buni 5 ta tanati, lekin 5 ta tanatiga ham ko'p vaqt ketsa kerak. Uncha portlamas ekan. Bu raketali. Men raketani yaxshi ko'raman. Juda ham qiziq. Xush ko'raylik-chi. Oppa, qoch. Raketa uchyapti. Qani? Qay ketdi u? Sharmanda qildi odamni. Foydasi yo'q buni. Kechirasiz, tamom qattiq qo'ryapti. Mana shu yerda portlatamiz. So'nggi Kimsansan? Yo'q, biz qarorgohga qopamiz. Mana shu yerda portlatamiz. Yo'q, mandan ikkita kelarkan. Do'stlar, bu juda ham katta tanada. Kelar buni portlatib ko'ramiz bu endi. Yana odam sharmanda qilmasa. Qoch. 5, 4, 3, 2, 1, portla. Nega portlamayapti? Yana portladi. Qoch. Minecraft'im qotdi. Juniorson Minecraft'im qotdi. Qattiq
katta lekin qattiq. Ham o'lib ketgandi. Yo'q, shuncha joy egallaydi. Yo'q, onajon, shuncha joy o'z ichiga oldimi? Nima? Tushunmadim. Do'stlar, menga nima bo'lyapti savol? Menga nima bo'lyapti? Yo'q. O juda sal qotib Minecraft. Yo'q, bu eng kuchlisi bekorga aytmayapman. Eng kuchlisi dedim men. Eng kuchlisi. Xo'sh do'stlar, agar bu videoda 50 ta like bo'lsa, shu videoning keyingi qismi chiqmaydi-yu, boshqa video olaman. Unda sizlar bilan yangi gamer bo'ldim va ko'rishguncha hayotda qolaman.